Davrni yopishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun hujjatlarga kirib, davrni yopish. Nima uchun o'zi davrni yopish kerak bizga kerak bo'ladigan? Bizda agar katta отчет oladigan bo'lsak, masalan, 1 yillik, yarim yillik yoki bir necha oy uchun. Shu bir necha oy ichida bizda tannarxi, ya'ni kirim narxlari o'zgarishi mumkin. Себестоимостlar tovarni bir donasi uchun nechta qiymat chiqayotganligini ko'rishimiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni katta davr uchun. Shuning uchun biz period yopmasak, bizda ularni to'g'ri ko'rsata olmaydi. Periodni yopganimizda, ya'ni davrimizni, bizning hamma hujjatlarimizni shu tanlangan sanagacha o'zgartirib bo'lmaydi. Masalan, omborda xaridlar kontragentdan kelib tushgan. Agar men 18-sanagacha yopadigan bo'lsam, bu yerdagi hamma hujjatlar quluplangan bo'lib qoladi. Ya'ni ularni boshqa ocha olmayman. Va inventarizatsiya, chiqarish, kiritish va narxni o'zgartirish hujjatlarini ham quluplab qo'yadi. Davrni yopishga qaytamiz va yaratishni bosamiz. Korxonani tanlab, sanani tanlaymiz. Sanani har doim kamida bir kun oldingi qilib tanlaysiz. Bugungi sanada. Bugun bizda 19 bo'lsa, 18 chislo tanlayman. Keyingi va bu yerda programmamizda tekshirib chiqadi bir nechta joylarni. Ya'ni bizda mana shu sanagacha ochiq hujjatlar qolmaganmi? Shuni tekshirib chiqadi. Bundan tashqari kassalarda smenalar yopilganmi? Shuni ham tekshirib chiqadi. Va kassa serverlari, ya'ni cash server programmasida sinxronizatsiya berilganmi, yo'qmi? Barcha amallar ko'chirildi va agregat qilindi. Bu agar soat 12 da, ya'ni kechasi agregatsiya o'tadi bizda. Shundan keyin agar sotuvlar ketmagan bo'lsa, bular galochka turaveradi. Ya'ni davrni yopishni har doim eng qulay vaqti soat 12 dan keyin bo'ladi kechasi. Savdolaringiz to'xtagan paytida. Qaysidir joyida bizda xatolik chiqib qolgan bo'lsa, masalan, smena yopilmagan yoki cash serverda sinxronizatsiya berilmagan yoki da kecha soat 12 dan o'tgan vaqtdan keyin bizda savdolar ketgan bo'lsa, shunda bizda davrni yopib bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda krestiklar chiqib qoladi. Hozirda hammasi yaxshi, keyingini bosamiz. Yaratishni bosamiz. Va bizda davrni yopish yaratildi. Yopilishni kutish holatida turibdi. Yangilab olsak, yopilgan bo'ladi.